Assalomu alaykum hurmatli o'qituvchilar. Bugun biz Fan olimpiadalar markazining platformasiga o'quvchilarni qo'shishni ko'rib chiqamiz. Uning uchun brauzerni ochib olamiz va brauzerga olimpiada edu.uz deb qidiradigan bo'lsak, mana bizga ikkinchida chiqdi hozir. Olimpiada uz.edu.uz chiqadi. Boshqa saytlar bilan adashtirmasdan faqat mana shu platformaga o'quvchilarni qo'shishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosamiz. Bu yerga bizga birinchi o'quvchi nomidan ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Yoki ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, bu yerda login parol orqali o'quvchi login parol orqali kirishi mumkin. Hozir ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Biza pasport ma'lumotlari, pasport seriya raqam bilan o'tish mumkin yoki fuqarolik pasporti Jishir bilan ham kiritishingiz mumkin. Men bularni Jishir orqali kiritishni ko'rib chiqaman. Xo'p, demak biza hozir 9-sinf bolani qo'shishni ko'rib chiqamiz. Bu o'tgan yilgi jadval. Mana 9-sinfdan Jishir name'ni oldik va xo'p, tug'ilgan kuni, tug'ilgan sanasini kiritamiz. 2010-yil. Oktyabrda 1-si mana. Endi bu yerga login deb yozib olamiz. Login deb yozadigan bo'lsak, misol uchun login takrorlanmas bo'lishi kerak. 2010 43-maktab deylik. Mana. Yoki 2010 boboqalov 2010 deb kiritib ko'ramiz. Bu yerga parolni yozib olamiz. 8 ta raqamdan kam bo'lmagan parol kiritishingiz kerak. Va ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosamiz. Mana ro'yxatdan o'tdik. Parolni saqlaymiz. Endi bu login parollar boya yozgan loginimiz va parolimiz orqali kirib olamiz. Buni login qilishni bosdik. Mana platformaga kirib oldik. Bu yerda sovrinlar ko'rish mumkin, foydalanuvchilarni biriktirish mumkin, arizalarni ko'rish mumkin. Foydalanuvchi biriktirishni tanlab, yaratish tugmachasini bosamiz va bu yerdan mentor o'qituvchisini tanlab qo'yamiz. Mana fanlar ro'yxati chiqadi. Bu yerdan fanlar informatika va mentor o'qituvchisining Jishir name'ini kiritishimiz kerak bo'ladi. Bunda o'quvchi ERP bazaga kirgan bo'lishi kerak. Va o'qituvchi ham ERP bazaga kirgan bo'lishi kerak. Albatta, barcha o'qituvchilar ERP bazada va o'quvchilar ERP bazaga kiritilgan. Va o'qituvchisining, ya'ni mentor o'qituvchisining tug'ilgan sanasini ham bu yerdan tanlab olamiz. Qidiruv tugmachasini bosamiz. Bu yerda mana o'qituvchi chiqdi. O'qituvchining ma'lumotlari taklif yuborish tugmachasini bosib qo'yamiz. Mana ko'rib chiqish uchun yuborildi taklif. Endi shaxsiy kabinetga o'tib, ariza yuborish tugmachasini tanlaymiz. Bu yerda arizalar yuborilmagan va olimpiadalar markaziga kirib, bu yerda olimpiadalar bo'limiga kirsak, bu yerda mana olimpiadalar ro'yxati chiqadi. Bu yerdan qaysi fanga olimpiadaga so'rov yuborish kerak bo'lsa, tuman bosqichiga mana shunga so'rov yuborish kerak. Mana tuman bosqichi ariza yuborishni bosamiz. Imtihon tili o'zbek tili va ariza yuborishni tanlaymiz. Bu yerda xatolik yuz berdi, chunki shaxsiy kabinetda rasm biriktirilishi kerak har bir o'quvchiga. Rasm biriktirish tugmachasini bosib, mana rasm biriktirib olamiz. Mana rasm to'g'ri yuklandi. Olimpiadalar bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan qaysi fandan olimpiadaga borish kerak bo'lsa, shu olimpiadadan ariza yuborishni bosamiz, ya'ni bu yerda informatikada mana tuman bosqichiga ariza yuborishni bosamiz. Bu yerdan o'zbek tilini tanlaymiz. Ariza yuborishni bosamiz.
ishtirokchiga mentor biriktirilmagan. Biz hozir foydalanuvchi biriktirishdan mentor o'qituvchiga mana ko'rib chiqishga yuborganmiz. Endi bundan chiqamiz, bu profildan chiqamiz va OneID orqali mentor o'qituvchisining OneID login paroli orqali kirib olamiz. Mana mentor o'qituvchisining profiliga kirdik. Bu yerda endi foydalanuvchi biriktirish degan tugmachani bosadigan bo'lsak, mana bizga taklif yuborilgan. Buni mana endi ko'rishni bosamiz. Ko'rishni bosadigan bo'lsak, mana Boboqulov Bobonazar Bobur o'g'lidan bizga taklif kelgan. Buni tasdiqlashni bosib qo'yishimiz kerak. Tasdiqlaganimizdan so'ng bu profilimizdan chiqamiz. Chiqish tugmachasini bosib va o'quvchi profiliga kiramiz. Olimpiadalar bo'limiga o'tib, bu yerdan mana informatika ariza yuborishni bosamiz. O'zbek tilini tanlaymiz. Mana bizga mentor o'qituvchisi mavjud. O'quvchiga biriktirilgan va direktorga ariza yuborishimiz kerak. Ariza yuborishni bosamiz. Mana ariza yuborilgan. Endi direktor profiliga kirib olishimiz kerak. OneID orqali kirishni bosadigan bo'lsak, bizga mana boyagi o'qituvchi, ya'ni o'zimning o'qituvchi, mentor o'qituvchining profiliga kirib ketamiz. Buning uchun mana profilga kirdik, chiqishni bosib qo'yaylik. ID ga o'zga kirib, bu yerdan chiqish tugmachasini bosib qo'yishimiz kerak. Endi OneID orqali kiradigan bo'lsak, bizga login parol deyiladigan joy chiqadi. Bu yerga direktor login parolini kiritib olamiz va kirish tugmachasini bosamiz. Mana bosdik. Endi bu yerda arizalar bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana yuborilgan ariza bor, tasdiqlangan ariza bor. Yuborilgan arizani mana ko'zchani bosib, ko'rishni bosib, bu yerdan tasdiqlab qo'yamiz. Mana tasdiqlash tugmachasini bosamiz. Mana so'rov yakunlandi, mana tasdiqlandi. Ikkita o'quvchi tuman bosqichida ishtirok etish uchun tasdiqlandi. Biri 9-sinf, biri 10-sinf tuman bosqichiga. Shu orqali boshqa o'quvchilarni ham ariza yuborib chiqishlari mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, sog' bo'ling.